Assalomu alaykum. Tugayotgan mehnat va siyosat haftasini ikkita so'z bilan izohlash mumkin. Tig'izlik va jo'shqinlik. Ichki va tashqi siyosatda ancha tig'iz va nihoyatda jo'shqin bo'lgan haftalik ish jadvalining shanbasida ham ish qaynagandan qaynadi. Shavkat Mirziyoyev shanba kunini Toshkent viloyatining Yuqori Chirchiq tumanida va Toshkent shahrining Mirzo Ulug'bek tumanida ishlash bilan o'tkazdi. Ham siyosiy, ham ijtimoiy, ham jismoniy mehnat jabhasi bo'ldi. Ya'ni davlat boshlig'i O'zbekiston poytaxtining bo'lajak egizagi yangi Toshkent loyihasi bunyod etilishiga tamal toshini qo'ydi. Bu tantanali va hayajonli vaziyatni kelgusida hali ko'p eslaymiz, menimcha. Shundan so'ng Shavkat Mirziyoyev Yuqori Chirchiq, Ohangaron va Bo'ka tumanlaridagi yangi quyosh fotoelektr stansiyasi qurilishlarini boshlab berdi. Keyin esa mamlakat yetakchisi bo'lajak yangi Toshkent hududida yastanishi mo'ljallangan bog'da ko'chat ekdi. Ko'pchilik bilan hamjihatlikda va yaxshi niyatda ekilgan bu nihollar kelgusi ko'p avlodga bugundan esdalik bo'lib qoladi degan yaxshi xayol o'tdi ko'pchilikning dilidan, menimcha. Shundan so'ng Shavkat Mirziyoyev Toshkentning Mirzo Ulug'bek tumaniga kelib, M-klinik ko'p tarmoqli yangi tibbiyot markazining faoliyati bilan batafsil tanishdi. Davlat boshlig'i shanba kunini ana shunday o'ta tig'izlikda o'tkazdi. Kun davomida tik oyoqda bo'ldi. Kun botganida esa futbolga ham vaqt topa oldi. Toshkentda 20 yoshgacha futbolchilar ishtirokidagi Osiyo Kubogi musobaqasining finali bo'lib o'tdi. Shavkat Mirziyoyev ana shu finalni tomosha qilishga keldi va O'zbekiston jamoasini qo'lladi, unga dalda bo'ldi. Hafta davomida ichki va tashqi siyosat ishi basma-bas kechdi. Toshkent viloyati va Toshkent shahridagi jo'shqin mehnat jabhasidan avval Turkiyada 2 kunlik ancha tig'iz va qizg'in siyosiy mehnat bo'ldi. Chorshanba, payshanba kunlari O'zbekiston yetakchisi Turkiya poytaxtida bo'lib o'tgan katta anjumanni o'tkazib keldi. Turkiy davlatlar tashkilotining navbatdan tashqari sammitiga Shavkat Mirziyoyev raislik qildi. Gapimni haftaning so'ngidan boshladim va haftaning boshiga ketayapman, shanbadan dushanbaga. Mehnat haftasining eng boshida mamlakat yetakchisi eng janubiy viloyatimizda ishlab keldi. Surxondaryodagi mehnat ham ancha tig'iz va jo'shqin kechdi. O'sha kungi newsmaker yana davlat boshlig'ining o'zi bo'ldi. U shaxsan o'zi mashina haydab Boysun-Denov yo'lini inspeksiya qildi. Hozirgi yo'lda yurishning maqsadi Denov Boysun yo'lidagi odamlar juda katta e'tirozini yozgan. Shu yo'llarda qanday qilib mana shu zamonaviy yo'l qilib, yo'llarni ravon, to'g'ri, sifatli qilib joy-joyiga qo'ysak, mana biz chet yo'llarga boramiz. Eng katta masala umuman Mamman degan davlatlarda ham islohotlarni amalga oshirish uchun birinchi yo'l qiladi. To'g'ri. Sifatli yo'l qiladi. Mana ko'rding berib. Taqir-tuqur yurib bo'lmaydi haqiqatan. Qanday yurib bo'lmaydi? Odamlar albatta norozi bo'ladi. Mana shu yo'llarda o'zing mana shu ichiga kirganda men xo'p bo'ladi. Abduvaliga topshirib beraman. Yana bir marta o'ylab, rejaga kirgizib, sifatli qilib, odamlar bilan uchrashib, odamlarni qaysi uchastkalarda qanday e'tirozi bor, qanday avtobus qo'yaylik, shu Termizga yetib borish, Denovgacha qanday
yo'llar to'g'rilasak, mana shu birinchi kelgan respublika avtobuslarida uzoq viloyat bo'lgani uchun Surxondaryoga ham beramiz. Xitoydan olib kelgan avtobuslarni. Ularga nima kerak? Yo'l kerak. Yo'llarda yurib bo'lmaydi. Bo'lmaydi. Mana shularni joy-joyiga qo'yish kerak. Yo'l, yana bir marta yo'l. Bergan pulimiz natijali sifatini joy-joyiga yetkazish kerak. Bu hokimga ko'p narsa bog'liq. Agar o'zing bosh bo'lib, iloji boricha ko'proq shu yo'llarda o'zing yurib, o'zing ko'rsatib, nazorat qilsang, o'shanda biz kutgan Xo'p bo'ladi. natija bo'ladi. E'tibor qilgan bo'lsangiz, viloyat hokimi bilan yo'l ustidagi suhbatda Shavkat Mirziyoyev tez-tez shunday sayr qilib turishini aytdi. Ya'ni goh bildirib, goh bildirmasdan u yoki bu hududni o'zi aylanib, kuzatib, o'rganib chiqishini ma'lum qildi. Menimcha, davlat boshlig'i Boysun-Denov yo'lida o'zi mashina haydab yo'lni tekshirgani yonida o'tirgan faqat bitta viloyat hokimiga emas, balki mamlakatning hamma kattalariga taalluqli signal. Qattiq qishdan yo'llarimiz bir ahvolda chiqdi. Ko'klam ham yog'ingarchilikka boy bo'lishi aniq. Yo'llarni pishiq puxta qilish, tuzatishga muhtoj bo'lib qolganini esa yaxshilab tuzatish uchun albatta o'sha joyga prezident borishini kutish shart emasdir. Hamma sohaning o'z egasi mavjud. Mablag'i, texnikasi ham muhayyo qilingan. Signalni kutmasdan ishni boshlash va insof bilan ishlash lozim xolos. Bundan ko'pi talab ham qilinmayapti. Xullas, hozircha esa davlat boshlig'i Boysun-Denov yo'lini tanqid qilganidan so'ng ana shu yo'lni tuzatish ustida katta ish boshlandi. Boysun, Bandixon, Qumqo'rg'on, Oltinsoy va Denov tumanlaridan o'tadigan kattagina masofa yo'lda tig'iz va jo'shqin ish ketyapti. Tabiiyki, bu boradagi amaliy ishlar viloyat iqtisodiyotini yanada rivojlantirish, turizm yo'nalishlarini kengaytirish va xizmat ko'rsatish tarmoqlari faoliyati uchun qulay sharoitlarni yaratadi. Yo'llarimizni ravon bo'lishi iqtisodiyotimizni rivojlanishiga xizmat qiladi albatta. Demak, o'sha yo'llar ravon bo'lsa, ularning yonlarida turli iqtisodiy obyektlar, ta'lim muassasalarining qurilishiga imkoniyat ochiladi. Prezidentimiz ham Surxondaryoga qilgan tashriflarida o'zlari yo'llarda yurib ko'rdilar. Haqiqatan kuyunchaklik bilan gapirganlarining asosi bor. Aytaylik, 20 daqiqalik yo'limiz 40-45 daqiqaga cho'zilib ketadi. Bundan tashqari yo'lda avariya holatlari kelib chiqish ehtimoli bor. Yo'llarning abgorligi o'z navbatida avtomobillarni tez-tez ta'mirlashga ham sabab bo'layapti. Bu o'sha ehtiyot qismlarining qimmatligi, umuman ish odami bo'lganimiz uchun har doim 1-2 kun avtomobilni ta'mirlashga vaqtimizni ketkazishga ham o'zining ta'sirini ko'rsatmoqda. Men mana 30 yildan oshiq mana shu yerda istiqomat qilaman. 10 yildan beri deputat sifatida faoliyat ko'rsataman. Xalqimiz bir necha bor bizlarga mana shu yo'llarni ta'mirlash bo'yicha murojaat qilgan edi. Shu ko'rish jarayonlarimizda doimiy ravishda mana shu yo'llarimizni torligi, juda ko'p joylari abgor holatda ekanligining guvohi bo'lgan edi. Prezidentimizni Surxondaryoga tashrifidan keyin yo'llarimizni ta'mirlash ishlari Denovdan toki Darbandgacha bo'lgan masofadagi yo'llarni ta'mirlash ishlari boshlanishi bugun mana debochasini ko'rib turibmiz. Xalqaro talablarga javob beradigan yo'llar qurilishi boshlanishi xalqimiz uchun ham quvonchli kunlardan biri desak mubolag'a bo'lmaydi. Ushbu avtomobil yo'li o'tgan asrda qurilgan bo'lib, uning 70 kilometr qismi Boysun tumani hududidagi past balandlik, qir va adirliklardan o'tgan. Bugungi kunda bu yo'llarning aksariyat qismi deyarli yaroqsiz ahvolga kelib qolgan. Prezidentimiz tashabbusi bilan Surxondaryo viloyati hududidan o'tuvchi 4R105 Darband-Boysun Elbayon avtomobil yo'lining 570 kilometr hamda 4R100 Mang'uzor, Jarqo'rg'on, Bandixon, Oltinsoy, Denov avtomobil yo'lining 128-174 kilometr qismlarini rekonstruksiya qilish loyihasini amalga oshirish ishlari start oldi. Mazkur avtomobil yo'llarini rekonstruksiya qilinishi bilan Surxondaryo viloyati hududidan o'tuvchi xalqaro ahamiyatdagi M39 va M41 avtomagistrallari qisqa masofada birlashtirilib, Toshkent shahriga qatnovni amalga oshirayotgan xalqaro va mahalliy avtotashuvchilar uchun mavjud 298 kilometr uzunlikdagi avtomobil yo'li 146 kilometrga qisqartiriladi va natijada masofa 152 kilometrni tashkil etadi.
4R105 Boysun Denov yo'nalishi bo'yicha mana shu yo'l qurilishi ishlari ketyapti. Asosan beton yo'lidan iborat bo'ladi. Ayrim joylarimizda tunnel yo'llari bo'ladi. Hozirgi paytda to'proq ishlari olib borilmoqda. Yo'llar ravon bo'lsa, manzil yaqin bo'lgay. Aksincha bo'lsa, yo'l azobi, mashaqqatlari kishilarni qiynab qo'yishi tayin. Buni uzoq yillar mobaynida nosoz yo'llardan yurgan odamlar juda yaxshi bilishadi. Tez yordamda haydovchi bo'lib ishlayman. Berilgan mana shu yangi mashinalarimiz juda yaxshi, qulay, lekin yo'llarimiz sal nosozligi tufayli bemorlarga o'z vaqtida yetib bora olmayapmiz va becha mana shu prezidentimiz kelib, mana shu yo'llarimizda yurganligini ko'rib juda xursand bo'ldim. Xudo xolasa shu yo'llarimiz yaxshi bo'lsa, kasallarga o'z vaqtida yetib boramiz. Qo'limizdan kelgancha harakat qilamiz. Denov Boysun yo'limiz juda ham xarob ahvolga edi. Nasib bo'lsa endi mana bu 2023-25-yilgacha shu oralig'ida bu yangi yo'l qurilish ishlari boshlangan ekan. Avvalo shuni tashabbuskorlariga, xizmat qiladigan hammasiga rahmat. Yog'ingarchilik kunlariga ham yo'ldagi bo'lgan chuqurliklardan qochaman deb qarama-qarshi yo'nalishlarga chiqib ketgan vaqtlarimiz bo'lgan. Qancha avariyalar bo'lgan, o'lim holatlari ham duch bergan. Nasib bo'lsa endi bundan buyog'i yaxshi bo'ladi. Dastlabki loyiha ishlariga ko'ra 4R105 Darband Boysun avtomobil yo'lini rekonstruksiya qilish jarayonida 25 tadan oshiq ko'prik, 15 ta suv o'tkazgich inshooti quriladi. Natijada beton qoplamali 2 va 4 tasmali ushbu avtomobil yo'li zamonaviy talablarga moslashtiriladi. Ayni kunlarda yo'l qurilishiga 70 tadan ortiq maxsus avtomashina va mexanizm hamda 120 nafar ishchilar jalb qilingan. Endi tugayotgan haftada ko'pchilikning og'ziga tushgan bitta voqea haqida to'xtalmoqchiman. Bu voqeani balki siyosatdan xoli deb o'ylashingiz mumkin, lekin unday emas, menimcha. Bu voqea bevosita siyosatga bog'langan. Davlat boshlig'ining yoshlar siyosatiga, ta'lim siyosatiga, O'zbekiston biz istagan mamlakatga aylanishini tezlatish siyosatiga bevosita dohil bo'lgan masala. Ya'ni yosh avlodni zakovatli qilish yo'lidagi katta ish. Xotin-qizlar o'rtasidagi zakovat intellektual musobaqasining mamlakat bosqichi haqida gap ketmoqda. Umuman esa zakovat intellektual o'yini haqida shunday deyish mumkin. Bu noyob loyiha O'zbekiston yoshlarining chinakam umummilliy harakatiga aylandi. Buning sababchisi esa davlat boshlig'i Shavkat Mirziyoyev yoshlarning zakovat intellektual klubiga yangi jon bag'ishladi. Yangi hayot sovg'a qildi. Ana shu haqida lavhamiz. Diqqat qiling. O'zbekiston teleradio kanalidan zakovat intellektual o'yinini boshlayapmiz. Bu O'zbek Power. Zakovat yana qayta tug'ildi. Bu O'zbek Power. Oilaviy kelish an'anaga aylandi. Zakovat menga nima berdi? Intriga, endorfin. Adolatda kuch, zakovatda kuch. Bu dumaloq stolda hammasini faqat bitta narsa hal qiladi. Bilim. Tarix haqiqati bizga ko'rsatib bergan. Qachonki qaysiki davlatda ilmga, zakovatlilarga e'tibor kuchaysa, bu davr o'sha mamlakatning yuksalish pallasini boshlab bergan. Katta minbarlarda qayta aytilyapti. Najotimiz ilm, najotimiz maktab. Najotga yetaklovchi yo'l esa izlanish va harakat. Zakovat intellektual harakati ayni shu yo'ldan ketyapti. Zakovat o'yinlarini yoshlarimiz o'rtasida ommaviy ma'rifiy harakatga aylantirish vaqt soati keldi deb o'ylayman va hamma sharoitini mana davlat tomonidan qanday sizlarga sharoit kerak bo'lsa, albatta buni yaratib beramiz. Shu yerda juda katta bir voqea sodir bo'ldi. Zakovat yana qayta tug'ildi shu yerda. Zakovatni haqiqiy bahosini beradigan inson keldi davrimizga. Oramizga kirib keldi. Kutilmaganda kirib keldi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining farmoni. Juda yuqori cho'qqilarda albatta yangi O'zbekistonga birgalikda quramiz. Sog'lom bo'linglar. Bugun zakovat hamma maktablarga, korxona tashkilotlarga, hatto mahallalarga kirib bordi. Yoshidan, kasbidan, qiziqishlaridan qat'iy nazar barcha intellektuallarni o'ziga jamladi.
Bilimdonlarning bu ommaviy harakati geografiyasi kundan kun kengayib boryapti. Markaziy Osiyo respublikalari ham biznikilar boshlagan intellektual harakatning ishtirokchilari. И это вызвало интерес не только в Ташкенте, не только в Узбекистане, но и в других республиках. Вообще нужно сказать, что интеллектуальное движение, вот так, как оно поддерживается в Узбекистане, и на узбекском, и на русском, и на других, кстати, языках, оно такого нет нигде. В странах СНГ люди нам пишут, люди комментируют, люди даже в какой-то степени по-белому нам завидуют, потому что всегда спрашивают, как так, государственная поддержка. И, естественно, мы им отвечаем, приглашаем в гости. Diqqat savol. Aytingchi, buni sababi nimada deb o'ylaysiz? Zakovat va zakovatchilarga aslida ko'p ta'rif shart emas. Mana bu jo'shqin kadrlarning o'zi sizga hammasini aytib beradi. Biror jumboqning kalitini, savolning javobini, masalaning yechimini topgandagi quvonchni, haroratni hech nimaga taqqoslab ham, almashib ham bo'lmaydi. Hamma ensiklopedik bilimlaringizni maktabda, oliygohda olganlaringiz bilan jamlab, mantiq elagidan olib o'tgandagi aqliy mashqning zavqini faqat zakovatchilargina yaxshi tushunishadi. Katta maqsadlarimizdan yana biri o'sha prezident qarorida ham belgilangan edi, Yangi O'zbekiston bog'ida 3 gektar yer maydoniga intellektual shaharcha bunyod etish. Buni ustida ham konsepsiyasi ustida doimiy bosh qotiryapmiz. Davlatimiz rahbari ham har safar ko'rishganlarida buni nazoratda ushlab turibdi. Ya'ni nima bo'lyapti zakovat, nima bo'lyapti o'sha loyihalar, tezroq tezlashtiringlar buni degan bir. Bundan ham bilsa bo'ladi, qancha tashvish bor boshida, qancha vazifalar bor, lekin doimiy zakovatni har safar ko'rganlarida alohida urg'u berib so'raydilar. O'zimiz uchun ham qiziq bo'lyapti. Ya'ni ma'lum bir soha yoki ma'lum bir toifa insonlar o'rtasida alohida turnirlar tashkil qilyapti. Masalan, jurnalistlar o'rtasida bo'ldi, o'qituvchilar o'rtasida bo'ldi, harbiylar o'rtasida bo'ldi, yaqinda mana xotin-qizlar o'rtasida bo'ldi. Bu ham qiziq. Sababi bilim bu faqat talabalar uchun emas. Ya'ni zakovatni ko'pchilik talabalar harakati deb o'ylaydi. Unaqa emas. Bizda masalan o'sha 200 mingga yaqin insonlar ro'yxatdan o'tgan bo'lsa, ya'ni bular real insonlar. Bizning platformamizda yoshlarni qarasangiz 80 yosh, 85 yoshli a'zolarimiz bor. Ya'ni ular ham o'yinga kelishadi. Oilaviy kelish an'anaga aylandi. Diqqat savol. 2021-yilgacha Zakovat intellektual klubi a'zolarining soni 30 ming atrofida edi. Bugunga kelib ular 192 mingdan oshib ketdi. Aytingchi, sizningcha ularning necha foizi qizlar? Hurmatli bilimdonlar, yaxshilab o'ylab turing, lavha oxirida to'g'ri javobni aytaman. Diqqat qiling, go'zal qizlardan tashkil topgan jamoani davraga ijozatingiz bilan taklif etaman. Yaqinda Xotin-qizlar kuni arafasida bo'lib o'tgan Zakovatning ayollar turniri haqida eshitgandirsiz. Butun respublikadan 2400 dan ortiq ayollar bilimlarini sinovdan o'tkazishdi. 400 ta jamoa zakovatli ekanini isbotlashga intildi. Uydan, ishdan, bola tarbiyasidan ortib, aql musobaqalaridagi ishtirokni ham qoyillatishdi. Viloyat bosqichidan, mahalliy bosqichdan o'rin olib chiqishdimi? Bular oddiy qizlar emas. Bular xavfsirab turadigan raqiblar desa ham bo'ladi yaxshi ma'noda. Интуиция очень часто помогает брать такие вопросы, когда вроде бы нет вариантов, а вот интуиция. Ну, интуиция, конечно, развита больше у девушек. Zakovat ochilgandan buyon boshlovchi doim aytadi-da, bizda ayollar kam, iltimos kelinglar, doimiy chaqiriqlar bo'lardi. Va asosan erkaklar o'ynaganiga bir aldamchi tasavvur ham bor edi. Xuddiki erkaklar nisbatan intellektualroq degan bu bo'lmagan gap. Ayollarga shunchaki imkoniyat berilsa, sharoit berilsa va ularga to'g'ri yo'l ko'rsatilsa, aslida ularning ziyrakligi, ayniqsa zakovat o'yinida, mantiqiy fikrlaydigan o'yinda ularning ziyrakligi boshqalardan ustunroq bo'ladi. Qizlar mavzusi bizda juda ham aktual. Doimo meni diqqat markazimda bo'lgan. Meni umidim katta, kecha ko'rib qizlarni voy. Tasavvurim shunaqa bo'lib ketdiki bu qizlar haqida. Endi qaniydi bu qizlar ham hammasi mashg'ulotlar bilan shug'ullansa. Stol atrofida biz suhbatlashgan qizlar ana shu turnirning g'oliblari. Bu jamoa Zakovatning ekran o'yinlarida ham ishtirok etadi. Ular haqida erkaklardan iborat uncha-muncha mashhur jamoalarni ham ortda qoldirishgan deyishadi.
Kasting jarayoni shu Zakovat kanalida e'lon qilingan va qizlar kelishi joyi ma'lum qilingan. Shundan keyin adashmasam 50 talardan oshiq qizlar keldi, qiziqib. Birinchi 20 ta fakt savollari va 10 ta mantiqiy savollar berildi. 3 oylik chaqaloq bo'lgan qizim. Aynan qizlar jamoasiga o'sha 3 oylik chaqaloq bilan borib, uni olib turadigan qaynota qaynonam yoki ota-onam Toshkent shaharda yashashmaydi ular. O'zim bilan birga borib, bitta jiyanimizga berib turib, o'sha yerda kastingda ishtirok etib, keyin yana birga olib qaytganmiz. Eng ko'p natija ko'rsatgan 7 ta qiz tanlab olindi va ulardan 6 tasi yana keyingi kasting bosqichidan o'tib ekranga chiqishdi. O'ziga xos qiyinchiliklari bor, lekin eplasa bo'ladi. Eplasa bo'ladi. Zakovatda stereotiplar yo'q. Bilimdonmisiz, mantiqiy, ya'ni logikiz yoki eruditingiz tomonidan ancha rivojlanganmisiz, har qanday jamoa kuchli bilimdonni qo'ldan chiqarib olishni xohlamaydi. Maysara farzandi bilan qatnayapti, meni bolalarim qatnashyapti, xohlashyapti qatnashishi. Buni ahamiyatini, ijtimoiy ahamiyatini to'g'ri baholash kerak. Ya'ni ayollarimiz ko'proq jalb qilinsa, bu bir millatning potensialini, kelajakda bir bilimli millatni tarbiyalashda juda ahamiyatli masala. Oilada, mamlakatda intellekti yuksak, IQsi baland ayol qizlar qancha ko'p bo'lsa, uning nafini bir necha avlodlar almashinuvi davomida sezish mumkin. Chunki aynan ular kuchli shaxslarni, millat daholarini tarbiyalaydi. Ilmli insonlar jamiyatini yaratadi. Avval Zakovatda qizlar juda kamdek tuyulardi. Aql sporti, intellekt mashqlari faqat erkaklar uchun yarashadigandek ko'rinardi. Lekin eski tasavvurlar, stereotiplar o'z kuchini yo'qotayotganini birgina fakt isbotlab beradi. Diqqat qiling, boyagi savolning to'g'ri javobi. 192.127 nafardan ko'proq a'zolarning bugun naqd 3dan biri, 71.920 nafari ayollar va qizlar. Avval bu raqam bir necha yuzlar atrofida edi xolos. Qizlarga murojaat qilmoqchimanki, qizlar shu viloyatinglarda ham mashg'ulotlar hamma yoqda Zakovat ochilgan klublari. Bizlarning koordinatorlar ishlab yotibdi, hammani taklif qilyotibdi, kelinglar deb yotibdi. Kelinglar o'sha yerda, mashg'ulot qilinglar, teppa-tekin, hech kim sizga pul bersa beradi, hech kim hech narsa talab qilmaydi. Faqat iltimos o'zinglarning ustinglarda ishlanglar. Zakovat tashkil topganiga shu oyda 22 yil to'ladi. Shuncha vaqt davomida biror moliyaviy manbasiz, e'tibordan xoli yurgan, ammo o'zida juda katta kuchni, bilimlilar jamoasini yig'a olgan o'yin endi prezident niyat qilganidek yirik ommaviy ma'rifiy harakatga aylanyapti. Bilim uchun davlat har yili 50 milliard pul ajratyapti. Zakovatda yutganlar endi oldingidek quruq maqtov yorlig'i bilan emas, millionlar bilan qaytyapti. Bitta buyuk maqsad, ilm sababi bilan yig'ilgan bu minglab intellektuallar hali O'zbekistonga katta oqim, yengilmaydigan kuch bo'lib kirib keladi. Zakovatda kuch. Adolatda kuch. Zakovatda kuch. Zakovat, bilim davlatning asosi bo'lmish xalqning hech qachon yonmaydigan, cho'kmaydigan, so'nmaydigan boyligi. Bunaqa boyligi bo'lgan xalq istalgan cho'qqini egallaydi. Bunday xalqdan tashkil topgan davlat istalgan dovonni bosib o'tadi. Keyingi mavzuga o'taman va xalqimizning intilayotgan navbatdagi cho'qqisi, navbatdagi dovon haqida so'zlayman. Kelgusi 6 hafta mamlakat siyosiy hayotida katta ahamiyatga ega bo'ladi. 6 haftadan keyin xalqimiz konstitutsiyani yangilash masalasida o'z to'xtamini aytadi. Yangilanayotgan konstitutsiya loyihasiga juda ko'p yangilik qo'shilayapti va bu aholi tomonidan juda qizg'in muhokama qilinyapti. Masala ko'p. Men bittasida to'xtalmoqchiman. Yangilanayotgan konstitutsiyada yaqingacha millionlab aholining bo'ynini ham, tilini ham qisib qo'ygan bitta mantiqsiz cheklovga mutlaqo chek qo'yilyapti. Qaysi cheklov haqida gap ketayotganini eslatishni so'z ustasi Avaz Oxunga havola. Xo'p, bu-ku hazil gap. Lekin jiddiy aytganda ham uzoq yillar davomida 90% aholimiz mamlakat bo'ylab erkin harakatlanishdan mosuvo edi.
Xalqimizning oyog'i kishanlangan edi go'yo. Ko'pchilikning qismati mana bunday edi. Qo'lingda pasport, lekin bitta viloyatdan ikkinchisiga o'ta olmaysan. Toshkentda o'qigansan, lekin Toshkentda ishlolmaysan. Propiskadan o'tmagansan deb ishga olmaydi. O'z pulingga uy olasan, lekin o'z nomingga xatlab ola olmaysan. O'z uyingda sig'indi bo'lasan. Propiska olishni aylanma yo'lini izlab, qog'ozda yozilgan, lekin amalda yo'q nikohlar tuzilgani, hujjatlarni soxtalashtirish, poraxo'rlik jinoyatlari avj olgani. Xullas, davlatning yozilmagan qonunlari yozilgan qonunlaridan ustun kelsa, ana bedodlikning cho'qqisi. Bu bedodlik haqida Yangi Toshkentga tamal toshi qo'yish chog'ida davlat boshlig'i ham alohida to'xtaldi. Men o'zim kandidat bo'lib, ikkita farzandim tug'ilganda ham menga uy bermagan. Nimaga? Shuncha yil institutda ishlab, menda propiska bo'lmagan. O'zbekistonda yashab, Toshkentda propiskam yo'q edi men. Men Toshkentda 14 yil yashaganimdan keyin menga propiska ruxsat bergan. Qanday azob bilan menga ruxsat bergan. Xuddi biz o'zimizni yurtimizda begonaga o'xshab yurardik. Uchastkovoy yoshlikda boshlig'i bo'lardi. Har haftada kelib taqillatib, qani sani propiskang deb so'rardi. Bu O'zbekiston edi-ku o'sha payti ham. Shavkat Mirziyoyev ana shu bedodlikka o'zining qat'iy siyosiy qadami bilan nuqta qo'ydi va ijtimoiy adolatsizlikni to'xtatdi. Keling, bu xususda xalqning ovozini ham eshitaylik. Men o'zim Qashqadaryolikman. 2013-yil Toshkentda magistraturani ta'lim tugatgandan keyin ko'p joylarga ishlarga taklif tushgan. O'zim ham ishga borishga suhbatlardan o'tganman. Havasim bo'lgan. Lekin oxirgi bosqichda Toshkentdan propiskadan o'tmaganligim uchun har taraflama orzumda bo'lgan ishga mutaxassis sifatida ham, hatto shu tashkilot rahbarlari mutaxassis sifatida qadrlab turish, suhbatlardan yaxshi o'tganim, davlat mukofotlari bilan taqdirlanganim, yana boshqa yutuqlarim ham bir tomon bo'lib turibdi. Lekin bu tomondan aynan Toshkent propiskasi bo'lmaganligim meni qayerdadir o'zim munosib ko'rgan ishlarga kira olmaganimga sabab bo'lgan. Bitta narsani o'sha vaqtda tushunmaganman. Nahot O'zbekiston hududida turib, o'zini hududida inson o'zi xohlagan joyda yashay olmasa, o'zi xohlagan joyda faoliyat olib bormasa. Mana shu holat men kabi juda ko'p iqtidorli yoshlar, umuman boshqa fuqarolar, yurtdoshlarimizni ham hayotiga juda ham salbiy ta'sir qilgan. Men aslida Farg'onaliman. Grant asosida chet davlatda o'qish tamomlab kelganimdan keyin ishga joylashish uchun hujjatlarimni poytaxtdagi davlat tashkilotiga topshirdim. O'sha vaqtlarda 2009-yil, 2010-yillarda propiska masalasi juda ham dolzarb masala bo'lgan. Men shu sababli Toshkentda ishlash huquqidan ayrilganman desam ham bo'ladi. Sababi doimiy ro'yxat degan bo'lsa, propiska bo'lsagina Toshkentga kiritilardi. O'sha vaqtlarda даже Farg'ona Toshkent o'rtasida ham 10 dan ziyod postlar mavjud bo'lgan. Shu vaqtda Toshkentga ishga joylasha olmaganimdan keyin Farg'onaga ketishga majbur bo'ldim. Farg'onada ishlashni boshladim. Bu orada oila qurgandim. Oilam Toshkentda, o'zim Farg'onada. Haftada bir marta Toshkentga kelib ketish imkoniyatim bo'lardi. Juma kuni ishdan keyin Toshkentga kelardim. Dushanba kuni tong saharlab Farg'onaga ishimga qaytardim. Toshkent yaqin o'tmishda davlat ichida alohida bir tuzum o'rnatilgan alohida davlatga aylanib qolgan edi. Sababi esa oddiy propiska masalasi. Viloyatlardan Toshkentga o'qishga, ishga yoki kundalik bir yumush sababli tashrif buyurgan yurtdoshlarimiz ham ichki ishlar organlari xodimlari tomonidan pasport rejimini buzganlikda ayblanar edi. Oqibatda esa ovoragarchiliklar, tanish-bilish, turli noqonuniy xatti-harakatlar va shu bilan bir qatorda korrupsiya avj olgan edi. Bugun esa bu yurtdoshlarimizning shunchaki bir og'riqli kechmishiga aylandi. Eng yomoni bir paytlar militsiya istalgan vaqt, istalgan joyda fuqarolarni pasporti va yashash manzilini aniqlashtirish uchun so'roq qilar. Propiskasizlar esa ularning qarshisida himoyasiz va poytaxt uchun begona edilar. Masalan, o'sha biz o'qigan paytda, hattoki metrodan chiqayotganda viloyatdan keldik deb o'rtada ushlab olishmasin deb qochib qo'rquv bor edi. Chunki har qadamda yonimizda fuqarolik pasportimiz bo'lsa ham olib borib shunchaki hech bir sababsiz ichki ishlar o'sha hududiy tuman bo'linmasiga olib borib 5 soat 6 soat olib o'tirib, kimdir Toshkent shahridagi ishlaydigan davlat ishida yoki amakisi, tog'asi yoki xolasi borib, "Mani jiyanim qani?" yoki "Mana bu abituriyent, mana bu talaba" degan narsani qo'ymasa kun tartibiga ungacha chiqish imkonsiz bo'lgan. O'zimizni boshimizdan o'tgan narsa, shunday chiqib qo'limizda 4 ta non,
olib shuni novvoyxona, biz joylashgan uyi yonida novvoyxonadan nonni qaytyapsa, aniqki bu shu uyi yaqin atrofda turadigan odam. Shunday chiqishimiz bilan hech bir sababsiz mana 2007-yil aytyapman, yaqin tarix. Shunday qo'lni qayirib olib nonni bu yoqqa qoldirib, o'zimizni deylik Shayxontohur tumanida o'sha Rovida deydi, Rovida отделениesiga borib, hattoki 18 soat qo'yib yuborishmagan, hech bir sababsiz. Men o'zim ijarada turganimda endi kelganman hali. Nozir kelib, "Qani pasportlaringizda vaqtinchalik propiska nimaga turibsizlar?" deb bir surishtiruv qilganman. O'zimni bilasizmi, bir jinoyatchidek his qilganman-da. Aslida aybim nima bo'lgan? Aslida Toshkentda vaqtinchalik propiskam bo'lmagan. O'qishim aniq, talabaligim aniq, yashashim aniq, lekin muammo mana shunda bo'lgan. Uni ham o'sha korrupsiyani aralashtirib, pora berib hal qilishga to'g'ri kelganda, bu albatta odamlarga to'g'ri yo'lda muammoni paydo bo'lishiga sabab bo'lgan. Inson o'z yurtida yashab, turgan joyiga ro'yxatdan o'ta olmasa, xuddi jinoyatchidek o'zingni his qilish holatlari bo'lgan, qandaydir bir ikkinchi sortdagi inson sifatida his qilish holati bor edi-da. Mana shu narsa prezidentimiz tomonidan bartaraf qilingandan keyin ijobiy tomonga hal bo'ldi. Davlatimiz rahbariga katta rahmat. Barcha shart-sharoitlarni yaratib bergan. Bundan hammamiz xursandmiz. Propiskani isloh qilish ham tarixiy va xalqchil siyosatning tom ma'nodagi ifodasi bo'lgan bu jarayon inson qadrini ulug'lashga xizmat qildi. Mana yillar o'tdi. Davlatimiz rahbarining juda ham katta tashabbus islohoti bilan mantiqan to'g'ri kelmaydigan bu cheklov olib tashlandi. Bo'larkan-ku, vaqti biz uchun bu juda katta vahmali narsa edi. Hozir odatiy holga aylandi. Qilsa bo'larkan-ku, bu cheklovni olib O'zbekiston fuqarosi o'zi xohlagan joyda, o'zi xohlagan shaharda faoliyat olib borish mumkin ekan-ku. Hozir o'zim bitta tashkilotda rahbarman. Ishga olayotgan xodimlarimiz, kadrlarimizni mutaxassisligiga, professionalligiga ahamiyat qilyapmiz. Misol uchun, propiskasi bo'lmagan kadrlarimiz ham bor. 5 yil, 7 yil oldin propiskaning cheklovi biz uchun bilasizmi, qanaqadir ushalmas orzu edi. Hozir esa kundalik hayotimizga aylandi. Demak, bu haqiqatdan ham oddiy narsa ekan. Islohotlarni boy urib ijtimoiy tarmoqlarda qani u bu deyishdan oldin oddiy, odatiy hayotimizga aylangan narsalarni ko'rsak, haqiqatdan ham islohotlar amalda bo'layotganini, hayotimizda bo'layotganini ko'rishimiz mumkin. Albatta, bu narsalar negizida nima yotibdi? Bu tashabbuslarni, bunaqa islohotlarni amalga oshirilishining negizida davlat rahbarining qat'iy siyosiy tashabbus turganligini albatta har bir fuqaro his qilishi, tushunib bilishi lozim. Bu mavzuni Avaz Oxunning so'zi bilan boshlagandim. Yakuniy so'zni ham yana Avaz Oxunga havola qilaman. Oldin O'zbekiston boshqa davlat edi. Endi boshqacha davlat bo'layapmiz. Bu davlatni bizdan boshqasi, ya'ni O'zbekiston xalqidan boshqasi kuchli qila olmaydi. Chunki O'zbekistonni hech kim o'zbekistonlikning o'zichalik seva olmaydi. Ana shuni anglab yetgan kuchli xalq bo'lib qolamiz degan umiddaman. Shunday umidga, nafaqat umidga, ishonchga sabab bo'ladigan voqealarning ham guvohi bo'ldim tugayotgan haftada. Ommaviy axborot vositalarida befarq emasman hashtagi bilan challenge boshlandi. Unda keng jamoatchilik xalqimiz faol qatnashib, konstitutsiyamizni yangilash bo'yicha o'zining mustaqil mulohazasini, pozitsiyasini, qizg'in munosabatini namoyon qilmoqda. Yana bitta voqea. Butun mamlakatda konstitutsiyaviy qonun loyihasiga bag'ishlab, konstitutsiya o'zimizniki deb nomlangan tadbirlar bo'lib o'tmoqda. Dastlab Andijonning Asakasida kelajakka loqayd bo'lmagan yosh avlodning 3000 dan ziyod vakili yig'ildi. Bu chindan ham esda qoladigan va ko'pchilikning ko'zini, dilini yondirgan voqea bo'ldi. Bu zavqli estafetani vodiyning keyingi viloyati qabul qilib oldi. Farg'onada ham minglab ko'zi va qalbi yongan yosh avlod to'plandi. Bu haqidagi lavhani taqdim etish bilan bugungi menimchaga yakun yasamoqchiman. O'sha kayfiyatga har qanday izohsiz guvoh bo'ling. Men esa hammamizga tinchlik tilayman. Assalomu alaykum. Katta siyosiy tadbirdan oldin manzillarimiz ko'p. Betakror Farg'ona.
chehralarida, qalbida, mamlakatning rivojida tutgan o'rnida. Yoshlar ayniqsa faol. Bo'lajak referendumga bag'ishlangan tadbirni qariyb 100 yillik tarixga ega Farg'ona davlat universitetining qarshisida o'tkazish tashabbusi ham bejiz emas edi. Farg'onaliklar, qani! 30 aprelga ham ozgina qoldi. Vaqt hayot kabi tezlashib ketgan hozir. Qariyb 4 million aholi istiqomat qiladigan Farg'onani ishtiroki juda muhim. Boramiz? Albatta boramiz. Fatima va Zuhraning hikoyasi ham qayg'uli, ham quvonchli. 6 yoshdan beri sportda yurgan bo'lsak, bizda o'sha fuqarolik pasporti qiynardida. O'zbekiston chempioni bo'ldik desa, o'sha biz o'sha O'zbekiston mana chempionligimizni orqasidan chet ellarga chiqa olmasdik. Hattoki mana shu O'zbekiston milliy terma jamoasidan ham chetlatishgan paytlar bo'lgan, mana shu pasport orqasidan. Lekin mana Xudoga shukr, qarorlar chiqdi, o'zgardi qarorlar. 2019-yilga kelib O'zbekiston Respublikasi fuqarolik pasportini qo'lga kiritdik. Qancha sinovlardan o'tgan inson taqdiri. Ha, taqdirlar har xil. Ammo bugungi kun umumiy kayfiyat, imkoniyatlar, bo'lajak referendum ularni hammasini birlashtirgan. O'qituvchilar, san'at arboblari, fermerlar, tadbirkorlarni. Haqiqatan biznes rivojlanyapti. Qurilishlar, yangi bunyodkorlik ishlari. O'zimni ham 20 yillik tajribam bo'lsa, asosan qanot qoqib yirik loyihalarni boshlaganimizga mana shu 5-6 yildan beri boshlandi. Oldin kichkina loyihalar qilardik. Kichkina 5 qavat, 4 qavatli binolar qurardik. Hozir esa katta rayon qurishga ham tushdik. O'zini maktab, bog'cha, klinika, bog'lardan iborat katta rayonlar qurishga boshladik va bunga barcha imkoniyatlar mavjud. Hamma narsa o'zimizning qo'limizda. Bizning irodamizga, bizning g'ayratimizga, bizning g'oyalarimizga bog'liq. Men 30 aprel kuni bo'lib o'tadigan konstitutsiyamizga kiritiladigan o'zgartirishlar bo'yicha referendumga befarq emasman. Chunki uning 47-moddasida kiritilayotgan o'zgartirishlarga ko'ra, bundan buyon hech kim o'z boshimchalik bilan sudni qarorisiz birovni rozi qilmasdan shunchaki buzib tashlay olmaydi. Referendumga butun oilam bilan chiqaman. Konstitutsiya meniki, sizniki, bizniki, qolaversa hammamizniki. Yaqingacha kasbimni so'rashsa, o'qituvchiman deb aytgani uyalganman. Chunki jamiyatda o'qituvchi xuddigi eng keraksiz a'zosidek bo'lib qolgan edi. Unga esa hamma xo'jayin bo'lgan. Hali qarasang, hokim ko'cha supurishganiga jo'natgan. Hali qarasang, mahalla nima svetga yoki gazga pul to'lamaganlarni ro'yxatga oldirgan. Hattoki axlatga pul undirish uchun ham o'qituvchini yuborishardi. Paxta yig'im ishlarichi, ularda gapirmasam ham bo'laveradi, lekin gapiraman. Bilasizlarmi? Shu paxta kompaniyaga biz avgust oyidan tayyorgarlik boshlanardik. Bundan tashqari o'sha paytda Garano yoki Garano telefon qilardi, moddan komissiya keldi. Agar maktabingizga borsa, o'qituvchilar paxta chiqqanligini aytmaysiz. Hamma darslar dars jadvali asosida bo'lsin. To'g'risi, o'sha topshiriqni qanday bajarish men bilmasdim. Mana endi yangi konstitutsiyamizning 52-moddasida davlat ham, jamiyat ham o'qituvchini sha'nini, qadr-qimmatini himoya qilishini o'z aksini topadi. Mana shu universitetda o'qiganman. Shu joylar ham mana bu Al-Farg'oniy ko'chamiz, umuman Farg'onaning har bir ko'chasi shunaqa salqin ediki, hali yozuvchilarning iborasi bilan aytganda,
tangadek oftob tushmas edi yerga. Daraxtlar ekib, shaharda obodligi uchun hissa qo'shish bizni hammamizni burchimiz. Aziz ukajonlarim, hurmatli ustozlar, mana yangilanayotgan konstitutsiyamizning aynan 49-moddasida shuni aytilyaptiki, bundan buyog'iga kimki shaharsozlik, shaharda bir yangi qurilish qilmoqchi bo'lib qanaqadir loyiha tayyorlaydigan bo'lsa, u loyihani to'g'ridan to'g'ri tasdiqlata olmaydi toki jamoatchilik muhokamasidan o'tkazmagungacha. Shuning uchun aziz ukajonlarim, hurmatli hamshaharlarim, mana shu bo'layotgan islohotlarga men shu vatanning farzandi, shu vatanning nonini yeb, tuzini ichib katta bo'lgan bir farzand sifatida befarq emasman. O'ylaymanki, sizlar ham shunday. Shundaymi? Shundaymi? Eslatib o'taman, o'tgan 10 oy mobaynida juda katta ishlar qilindi. Tayyorlangan konstitutsiyaviy qonun loyihasi bilan amaldagi konstitutsiya moddalari 128 tadan 155 taga yetkazilmoqda. Konstitutsiyamiz 65% dan ziyoda yangilangan holatda kelyapti. Nima uchun shuncha yangilandi deydigan savol bo'lsa, o'zi hayot. Siz 50 yil ishlagan bo'lsangiz ham hech mana shu hozirgi zamondan yoshlardan hech qolishmaysiz. Kayfiyatingiz. Men ishonaman kelajakka. Turg'unoy opa shu dargohga kelganlariga qariyb mana yarim asr bo'layotgan ekan. Lekin ko'ngillari yosh. Zamonga mos. U esa yangicha nafas oladi. Va biz ham.